Unda oyunumuz başlamadı. Oyanınki qaydısını tushuntirib qo'ying. Atın üstüne kıtık kıldın mı, doğal kıldın mı deb kıldın. Bugungi ma film sal alaydirak. Maya qaranglar, men bir boshdan tanishtirib chiqay, ha. Ma bizningki Navrila. Eng kichik mana. Ismi nima bolam? Anda. Bazar. Sümeyye. Vasime. Tavsiye. Fazliye. Oyaqda jiq yana 50 kiloda qolganlar. Mening kelishimni qarshilab uzoq o'pdika biz Navrila yig'ilmag'ini. Bugun bizning kichik opamizning uyida maxsus o'rinlashtirib mana bular yerda qattiq tayyorlik qilyapti. Soyibxon, yaxshimisiz Soyibxon? Yaxshimisiz efendim, Dongşacan. Kichik opamiz bo'ladi. Biz mishak uyushtirib, o'sha Navrilarni bir yerga yig'ib faoliyat qilib berdi. Mana bizning shu kichiklar kelishga boshladik. Men bilan ko'rishmabsizlar? Nigara, yaxshimisiz ham? Yaxshimi? Eksan mana. Azmat mana. Yana kimdan qoldi? Tugda. Mana Navrilarning qo'lliq a'zolari hozir. Nima tayyorlayapsizlar? Sizdan bir so'rab boqay. Shosi. Bundan nima materiallar keladi ekan? Bunun guruch, sebze. Endi o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni ichsak desak bo'laydi. O'xshaydigandekmi, o'xshamaydigandekmi? Unda sizlar hammamiz bir baho berib boqaylar, o'xshamda o'xshamamda. Nomer qo'yamiz ha. Bizningki Maktalam sahib qilishga qizga qilib. Ha, bugun ma nevr-chevrlarni yig'ib, menga işte ina qitpoq ustunda bolalarimizni ko'z tegmasin deb bir chirin choyga taklif qildik hammasini. Bundan işte ina qitpoq o'tanglar bolalarga ko'z tekatmasin, ha? Ha, chao aka. Rahmat aka. Gojo gove, hammalar tayyorlik qilib bitdimi? Başlamdı qunda olsa, başlayılidir. Başa. Ha, başladık mana. Mana biz mu xogo degandan qas chiqarib etib, mana o'yin o'ynashga boshlab ketdik. Bu nima o'yin degan chaqda edi deb beraman, mana yurak berib, oxirigacha ko'rib o'tinglarmi? Aman qizidi. Sen menikida, men senikida deb varan chura mana bulan talan go'rpa deganda qattiq bo'lishib yotdik. Men eng kichikni oladigan odam yo'q hozir bu. O'z oldiga bir go'rpa mana. Xolisa o'ynaydi, xolisa yeydi, xolisa yig'laydi, xolis qalaymqon qiladi mana VIP. O'yinimiz boshlanadi. O'yinninki qaydasini tushuntirib qo'yay. Mashki go'rpadan mayaqda turib, mayaqqa yaqindamizga. Mashki go'rpadan yerda birsimiz bir qaydasini birini ko'tarimizda, men bir xatpa, hayvon bo'lamda bir nima. Shuni malaga do'rab berdi. Mana shuni topolmay ketib qolsa, ichki savol topolmay ketib qolsa, oxirida men go'rpaliklar buyruq so'qimiz. Qanday buyruq bo'lsa, ado qilsa, ha. Hammalar ishlaysiz, barmi bu o'ynaganda? Endi malaga bo'padi bu yerda yozadigan narsani qattiq o'ylashyapti. Bo'lsa, hech kim qilolmasa, bular yozgan narsani mana. Mana qarash yo'q. Mana maydan boshlandi. Oxiratni ko'rdinglarmi? Qimiz ichgan kishi deydi. Mana qimiz ichgan kishi manda bo'ladi ekan. Mana shu kisini ko'rdinglarmi? Atın üstüne kıtık kıldın mı, doğal kıldın mı deb kıldın. Hadi okuyun. Ender VIP zat o'tirliqda o'zini ko'rsatmoqchi aytaman. Men akif kishini nima ish qilyapti sizlar deb yiqinglar. Quloqlar birini qistadi, qo'ltiqladi, qo'llarini birini qildi. Men qattiq qamdim malan nima ish qilgan. Bildiganlar inkasrayni yozib yiqinglar. Zat bu ikkisi qon to'kish badliga nimalarni ifodalayotdi. Ha, yo'q. Hayrat qilaylar. Siz yo'q nima? Oha, ashishga mana. Yaxshi sizda mana. Bugungi ma kayfiyatda mala bir-birisiga bir nimani bildirish uchun bir yerlarni sundirib olishdan yanmaydi o'xshaydi. Etib qattiq yerlarga ko'mdingmi? Mo'shinchilik jump pedali qig'anga uchishliq fuqs bo'ladi-da, bir ishlarni mashqisi qattiqlikmidi, kichikki mumkin emas bu xiyol cho'kib ketdi, hozir nima shub ketdi deb. Hozir bular atadigan ish o'xshaydi deb yerga o'zini to'xtamayli atdi ham. Oxir qanday bo'ldi degan chaqda tep bo'ldi. Sizlar deb yiqinglar, nima gapkin u? Inkas rayona yozib yiqinglar. Davlat darajik birinchi sayfa yo'llamani. Real kişi qattiq bizga sayfalar qilyapti. Kichik opamlar ishladam kişi soatlari va basirgan. Xola deb boshlab ketdi. Men to'yni tanchin degani menda to'raydigan gap. Ya bunda to'g'risanglar, men hayron qolmamdim menda. Seni manda qilib qarg'azda. Nima?
Bu emasmi bular boshini tutib belni to'lg'in tutdi bu dunyo tanching bilan o'ntiliq aloqasi yo'q. Men buni nim deb tushundinglar desanglar dab tarashigan eshak qang'irgan deb tushundim emasmi? Uzoq bo'ptiki biz navlarimiz yig'ilmag'ini bilgan shunda ko'ngillik bo'ldi. Xo'shal xo'ram hammamiz bor. Kichikdan cho'ng'ichilik. Mosh xo'shallikni sizlar bilan tam bakirman bo'lay deb tatib chiqarib qo'ydim. Unda yurak berib saqlashni tutib qolmanglar. Oxirida bizning shakichiklardan qiqqas naqshlardan ariya qilib bersin.